Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir hadisda zinodan tug'ilgan farzand jannatga kirmaydi degan hadis bor ekan. Mana shu hadis sahihmi deb so'radilar. Avvalambor mana bu hadis yolg'on hadis, o'ylab topilingan mavdu' hadis deb aytilinadi. Bu narsani sihhati yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bunday hadis vorid bo'lmagan. Va zinodan tug'ilgan farzandga mana shularni ota-onasi bo'lsin, o'sha zino qilgan otasi va zino qilgan onasini qilgan gunohlari, zino gunohlari mana bu farzandga yozilmaydi. Balki zino qilgan o'sha erkak va ayolni gunohi o'shalarni o'zlariga yoziladi xolos. Ammo zinodan tug'ilgan farzandga esa bu gunoh yozilmaydi, chunki bu u gunohda qatnashmagan. Balki bu inson bu farzandni taqdiri, bu farzandni borar joyi ham boshqa odamlar bilan boshqa musulmonlar bilan bir xil bo'ladi. Agar musulmon bo'lib, Allohga itoat qilib, solih amallar qilib, musulmon holatda Allohga itoat qilib o'ladigan bo'lsa, jannatga kiradi. Agar Allohga osiy bo'lib, kofir holatda o'ladigan bo'lsa, jahannamda bo'ladi. Solih amallari bilan yomon amallar aralashgan bo'lsa-yu musulmon bo'lsa, Alloh taolo xohlasa kechiradi, xohlasa azoblab so'ng jannatga kirgizadi. Ya'ni xuddi oddiy boshqa musulmonlarga, boshqa insonlarga o'xshagan hukmi bo'ladi. Bu ota-onasini zino qilib qo'yishligi bu farzandni hayotidagi yoki oxiratdagi bir nimasiga ta'sir qilmaydi. Balki aytganimizdek, bu inson o'sha qilgan amallar, o'zini qilgan amallarigagina javob beradi xolos. Ota-onasini qilgan gunohi o'sha ota-onasini o'ziga yoziladi. Ular qiyomat kuni javob berishadi. Bu farzand esa boshqa insonlar kabi haqlarga ega bo'ladi. Vallohu a'lam.